qilib olishni mo'ljalab turibmiz. Nasib bo'lsa biz 80 kunlardan qolamiz. Qarshi tumanda joriy yil hosili uchun 14 ming gektardan ko'proq maydonda g'alla yetishtirilgan. Tumanda ko'plab fermerlar o'rimlik don yetishtirishgan. Ularning aksariyatida sara urug' maosh urib turibdi. O'rim oldidan barcha o'rimlik don yetishtiradigan fermerlar g'allaning holatiga qarab ish tutmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlarda turli xildagi hayot uchun xavfli xatti-harakatlar sodir etib, obro' qozonadigan yo'l harakati qoidalarini nazar-pisand qilmaydigan ayrim ijtimoiy tarmoq faollari keng auditoriyaga e'tiborni jalb etish evaziga harakatlari bilan ko'pchilikka salbiy ta'sir qilishga o'xshaydi.